Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Reallıqımızga nazar programımızda 18. saniyni görüşünlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalğın. Qadirli görürmenlerimiz, mana ma'lum bo'lgandek 2 haftada bir davom qilayotgan programımızdan bugünkü sanımızdan ait muhim, yani bir muhim temada to'xtalish uchun huzurunuzda turibdik. Aldı bilan programımızdan aziz mehmoni, daimlik mehmoni Selçuk Üniversitesi Tarix Fənləri doktoranti, shundoqli yozuvchilarimizga ma'lum bo'lgan va Sharq Turkiston O'lmalar birligi a'zosi Abdurahim Davlat apandimni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib programmamizga qatnashib berganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz oldindan. Va alaykum assalom. Hammasizlarga rahmat aytaman. Rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr, taklif, savollar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta biz programmamizda mushuriy alliqimizdagi o'zgartishga tegishli bo'lgan nurg'unlarni sal qarab yoki pisand qilmasdan to'g'ri ishdek qarab qilayotgan nurg'un masalalarni bugungi sonimizga buni bir nihoyatda ilmiy shaklda o'tirg'a qo'yib kelyapmiz. Har birimizni o'ylantiradigan chuqur o'zgarsak mayli chet eldagi muhojiratdagi hayotimizning sifati jihatdan bo'lsin, Sharq Turkiston davoyimizdagi uning qo'shadigan narsasi jihatdan bo'lsin, her cihetten özümüzde terakki kıldırış, özümüzde faydası var meselelerine toxtalib kelyapmiz. Tünügümüz e'lonimizda bergandek bugünkü temamiz o'rganish faqat o'quvchilarning ishimi degan bir savol shaklida bir temani qo'ygan bo'ldik. Albatta bugun shunday bir davrda yashayapmiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Nurg'un sohalardagi ilmlar necha yilning oldida haqiqat sanalgan narsa bugun boshqacha uning qo'shilgan taraqqiyotlar yangi qo'yilgan, o'tirib qo'yilayotgan masalalar orqali allburun ko'nrab qolgan bir holatga o'tib qolgan shunday bir davrda yashayapmiz. Mayli qaysi sohada bo'lgan kishi bo'lishdan qat'iy nazar o'zining ilmini, o'ziningki bilim saviyasini uzluksiz holatda yangilab turmasa, u kishi 4 kunda jahillarning bir narsani shu sohada diplom olgan bo'lsa-mu, bir narsani bilmaydigan kishiga aylanib qolgan bir bilim shu qadar tez taraqqiy qilayotgan, tez yangilanayotgan bir davrda yashayapmiz. Endi shundoq bir davrda yashayotgan bir paytda o'qiganlarmi agar uzluksiz o'zini taraqqiy qildirmasa, bilimsiz bo'lib qolgan bir davrda o'qimayotgan, xuddi o'qish faqatla o'quvchilik davrida insonning ma'lum yoshiga kelgan vaqtida o'qib uning kendidan o'zining ishini qilsa bo'ldigandek tushunchada bo'lib qolish, bu albatta bir millatninki taraqqiy qilishiga, nurg'un sohalarda ilgirlishiga to'salg'u bo'ladigan muhim bir tema bo'lganligi uchun buni bir to'xtalib o'taylik deb o'tiribdik. Hurmatli ustoz, programmamizga kirib ketsak ham temamizninki mavzusi bu bo'lgandan keyin oldi bilan shu o'rganish, o'qish yoki o'zini taraqqiy qildirish, bu ishlar ma'lum insonning ma'lum bir yeshiga, yani ma'lum bir yosh bosqichiga xos, shuningga maxsus bo'lgan bir ishmi mush savoldan kirgan bo'lsak. Biz sözümüzni bunda başlayalım. Ameliyatda biz yani insan tug'ilgandan keyin ameliyatda bir o'zini o'rganish safarini boshlaydi. Yani bir boğaq tug'ilib dunyoga ko'z ochgandan keyin asta atrofidagi jismlarni, o'zining onasini, dadasini, yeyotgan, ichayotgan narsalarni asta tunishga, o'zi kelgan bu yangi dunyoni bilishga boshlaydi. Şunun o'zi ameliyatda o'rganishning boshlanishi hisoblanadi. Va bu o'rganish tegi ta'kidini aytganda bir insonning umrining oxirigacha davomlashadi. Bu endi hozirgi zamon jamiyatiga insonlar qadam qo'ygandan keyin maktablar, davlatlarning bir siyosiy tuzilma shaklida bir davlatning organiga aylandi. Shuning bilan burunqi o'rganish, burunqi tabiiy shaklida. Yani tabiiy shakli deganimiz, masalan, biz yashag'ach nurg'un narsani o'rganamiz. Masalan, bizning ma'lum bir hunar o'rganishimiz, bir hunarga bolalarimizni shogirdlik qilib berishimiz,
ma'lum bir ishni qilish davomida asta ustunlashishimiz, ya'ni mahirlashishimiz amaliyotda ularning hammasi o'rganishning bir shakli. Endi bu maktabdagi o'qitish faqat texmo bu o'qitishning, ya'ni ma'rifning texmo sistemlashgan o'lcham bir shakli. Yine ma'rifda o'rgatilgan ilmlar, yani maktabda o'rgatilgan ilmlar o'lqi mutaxassislarning tuzishidan o'tgan, tajribadan o'tgan har qaysi fanning asosi bo'lgan narsalarni o'rgatadi. Jamiyatda shuni bilan mushu xil maktab butun dunyoda maktablarda taqilish bilan birga asta o'qitish maktabga markazlashdi. Ya'ni maktab buning asosli organi va so'riniga aylandi. Albatta bu to'g'ri. Shunga ergishib biz boshqa insonlarni misolga olmaylik, bo'ldi biz Uyg'urlarni misolga olsak, bizning erimizda bilib bilmay o'qish bir bola 7 yosh 8 yosh kirgandan keyin boshlang'ich maktabga kirgandan keyin boshlaydigan anadan keyin to'liqsizlik o'tir maktab, oliy maktab yoki bakrak o'qisa magistrlik, doktorliklarni tamomlab oxirlashtiradigan bir jarayon deb qaralashga boshladi. Bu eng yomon bir tarafi bu xil tushunchaning. Maktabga kirmaganlar, maktabda o'qimaganlar, masalan cho'nglar deylik. Xo'sh. Masalan bizning dehqonlarimiz, bizning jamiyatda, bizning tijoratchilarimiz o'qishning hojati yo'q, o'rganishning hojati yo'q. O'qish va o'rganish faqat maktabdagi o'quvchilarga xos bir tushuncha shakllandi. Gerçi biz buni chuqur biz o'qimasligimiz kerak. O'quvchining ishi o'rganish degan gapni biz shu orqali taqatmagan bo'lsakmi, ammo bizning turmushimizda qarab boqadigan bo'lsak, o'quvchilardan boshqalarning asosan o'rganish qilmaydiganligini, o'rganishni o'zining hayotining bir muhim qismi deb qaramaydiganligini o'zimizning amaliyotida ko'ralaymiz. Endi bizning dinimiz bu haqda qanday qaraydi? Biz pek jiq takrorladik. Bizning bu ulug' dinimizning tunji nozil bo'lgan oyati o'qu. Bu o'quning keynida faloni narsani o'qu deb bir maf'ul bihimi yo'q. Ya'ni bir to'ldiruvchi yo'q. Alloh bu yerda o'qiydigan narsaning doirasini oyati keng qo'yib etganligini, menimcha shu to'ldiruvchi qo'ymaslik orqali bizning oldimizga tashlab berdi deb o'ylayman. O bizning diniy ilmlarni o'rganishimiz, Qur'on hadisini o'rganishimizdan boshlab, tabiat ilmlarini, tabiiy fan bilimlarini o'rganishimiz, tilni o'rganishimiz hatto deganga o'xshash hatto hunar kasb o'rganishlarimizdan boshlab, hammani o'z ichiga ola oladigan ajoyib keng doiralik bir amr va buyruq deb tushunaman. Andan keyin bu buyruqda ma'lum yosh cheklamasi yo'q. Masalan, sen boshlang'ich o'qigan yoki bolalikda o'qigan, yoshlikda o'qigan, cho'ng bo'lgandan keyin o'qimagan deydigan gap yo'q. Xo'sh. Mushuni aytgan vaqtda bizning o'qish, o'rganishdan iborat bu faoliyat mening tushunchimcha bir musulmonning umrining oxirigacha odatlanishi kerak bo'lgan muhim bir diniy ibodat xarakterli bir odat deb qarayman. Ya'ni bir musulmon agar o'zining hayotidan o'qishni, o'rganishni chiqarib o'tgan bo'lsa, u o'zining hayotidan muhim bir ibodatni chiqarib o'tgan bo'ldi. Men bu yerda bir narsani takrorlab qo'yay. Bu o'qish va o'rganishni, Qur'on o'qishni o'rganish, diniy ilmlarni o'rganish, bu biz buyurilgan o'rganishning eng muhim qismlaridan biri. Xo'sh. Ammo bizning boshqa narsalarni o'rganishimizmi o'xshashla bizning musulmonlik hayotimizdagi bir ibodatdan iborat. Nuqul Qur'on o'qishni o'rganishli ibodat, boshqa bizning matematika, fizik o'rganishimiz, til o'rganishimiz u ibodat emas. U boshqa bir narsa deb qarash qat'iy xato. Şunlaşqa, bir musulmonning amaliyotda hayotidagi barliq ish agar niyatini durust qilsa ibodat deb qaraymizmi? Xuddi shunga o'xshash. Ya'ni bu o'qish, bu o'rganish maktabga cheklangan, yoshga cheklangan bir ish emas. Endi mening bu temani tanlashimning bir sababi biz hammamiz bu musulmonlar sifatimiz bilan yuqorqi gaplarni olsak to'g'ri deymiz. Ya'ni zamoshda qilishimiz kerak deymiz. Ammo bizning umrimizda, bizning kundalik hayotimizda bu o'qitish yoki o'rganish qanchalik nisbatni egallaydi? Bizning 24 soatlik vaqtimizda
Biz qo'limizga olib kitob o'qiydigan, men bir yangi bir narsani o'rganay deydigan. Manda bir vaqtimiz qanchalik. Men buni vatanda qarab boqdim. Chet ellik Uyg'urlarning turmushiga qarab boqadigan bo'lsak, masalan bir odam bir kunda hozir biz o'zimiz insof bilan javob bersak, qo'limizdagi telefonning mushu telefonni nima ish qilganligimizni ko'rsatib beradi. Buna qarab boqsak, WhatsApp'dan o'zidan o'tkazgan vaqt 2,5 soat, 3 soat. Facebook'da yoki YouTube'da o'tkazgan vaqt 3-4 soat. Demak, bizim kunlik 5-6 soat vaqtimiz hozir telefon varaqlash, astiga keyingi surish bilan o'tyapti. 20 soat kitob o'qishga vaqt chiqmayapti. Agar bir odamni siz o'rganish qilmayapsiz desa, xafa bo'lishi mumkin. Men qanday o'qiy olayman deyishi mumkin. Mening vaqtim yo'q deyishi mumkin. Andan keyin mening yeshim o'tib ketdi deyishi mumkin. Bayam menimga o'xshash bu yosh o'tib ketish masalasi faqat nisbiy masala. Albatta yoshlik vaqtimizda, balalik vaqtimizda asos solamiz. Albatta o bizning muntazam o'qiydigan vaqtimiz. Ammo bu muntazam o'qiydigan vaqtimiz bizning bu yoshni o'tgandan keyin o'qimasaqmi bo'ldiganligimizni yoki o'qimasligimiz kerakligini hargiz bildirmaydi. Xo'sh. Men hozir bular Uyg'ur jamiyatida uchraydigan bir ahvol. 20 yaş balalarımız 30 yaşdan aşkan yaşlarının biz hem de yaşımız bir yer yaptı, biz okup bulamaydı ikimiz deyildiğini görme. Bu halkı bütünley üzümüz mest kılış. Üzümüz aldaştan başka neyse emez. Germaniyelik bir filosof var Kant, Immanuel Kant. Onun bir gipini okudum ötkende tesir kıldı var. İnsanın üzüge kılıdığın en çok ziyankeşliki yüzünü aldaştı. Mesela 30 yaşlık bir adam kandan okuyanmaydı. O kanda ögünüş kılanmaydı. Doğru. Bir nersini yadlasam kallamı düşmedi. Şunu okumadım. Anladık ki bizim hazır pısık efalimiz, könlümüz cahil demez. Şunu okumadım. Balam okuvatıdı, şunu okumadım. Hazır işim aldıraş, yoki xizmetim aldıraş, şunu okumadım. Ameliyatda bu narsaning hammasi o'zimizni menimcha aldaşdan boshqa narsa emas. Biz faqat o'qishni xohlamayapmiz. Biz kollektiv jihatda, men umumiy Uyg'ur jamiyatida bilimning muhimligi, hatto bilimning bizni qanday qutqizadiganligiga nisbatan tushunchamiz bek ibtidoiy holatda. Biz bilimning qudratiga haqiqiy ishonmaymiz deb o'ylayman. Bu nurg'un kishilarga ya unda emas deb bunda o'ylashi mumkin. Unda da şu sualını sorup bakalım. Eğer biz bilimnin muhimliğini bilsek, yoki bilim Uyg'urlarni qutqizish uchun, o'zimizning davoyi uchun o kadar muhim deb qo'ysak, o vaqtda nima qilmaymiz? Nima ozgina vaqtchilik o'qimaymiz? Nima qilmaymiz? Shunga bu jihatda mening tavsiyam shu, o'zimizni aldamayli, o'zimizni qo'llamayli. İslam tarixida aytib mashhur bir ikki olim bor. Albatta ikkinchi o'tganda birisini o'qidim. Ben ismini unutib qolibdim. Misrda bir Yezid yaşagan bir adamken 55 yoshgacha maktabga kirib boqmagan adamkanda 55 yosh tushunardi. Yana boylik bosqichiga keldi. Xo'sh. Va keyin bu adam bir o'qish istiki tug'ilibdi buningda. Qohiraga ketdi Misrning. Endi Misrdagi Azhar bek mashhur ya. Ha. O'zining shu Azhar o'quvchisi ekan. Boshqalar Azhar qayerda deb so'rabdi, boshqalar ko'rsatib qo'yapti. Oxiri 55 yaşında Azharga kirib o'qibdi. Bu adam oxirida qaysi saviyaga yetibdi? Shayxul Azhar bo'ldi. Azharning shayxi bo'ldi. Azharning shayxi bo'ldi. Bu Shayxul Azhar deganning ma'nosi ham shu. Risabda Azhardagi barliq ulamolarning sardori, İslam dünyasındaki en çok bir ünvandan. İslam dünyasındaki hamma e'tirof qilgan bir buyuk unvon. 90 necha yoshga qadar shu o'rinda ishlaganligini ko'rdim. Ammo hozir ismi yo'q balki. Yo'lamayam bo'ldi. Hatta benim hozir isim kamida shu. Hatta Qohiraga kirib Azhar jamiyasida shunda topolmaydi. To'g'ri deyilmaydi. Azharni deyilmay, Azhar deyilmay, Azhar degan Azhar nada deb so'raydi xalqdan. Shundoq. Haqqandagi kulib ketib, uni zanqib Azhar emas, Azhar ismi deb yo'lni ko'rsatib qo'ygan. Masalan bizning
bir fiqh kitabımız var. Mesailul Kuduri'de. Bunun için muş kitap şu değil mi? Bir kazançı alim terbiyetten yazılgan. 40 yaşgacha o'zi qazonchilik qilgan bir hunavan. Yani o'qimagan. Bir qatim shu vaqtdagi sultonning ordusiga nihoyatda isil bir qozon yasab so'g'ib qilib olib berdi ekan. Ama darvozadan buni ordudagi kirgizmaydi ekan. Bugun nihoyat buyuk olimlar bilan suhbat var. Sen bu suhbatni buzma saqlab turgin deydi ekanda. Shular bu nihoyat uzun saqlaydi ekan va bu nihoyat ko'ngilga keldi ekan. Men bu yaxshi tamoq itib yeydigan bir qozonni sovuq qilib ekelsin. Bu podshohning olimlarla bu ketib bana vaqti yetmedi. Bu olim bo'lish pek sharafli ish ekan. Men bu qozonchilikni tashlab etib olim bo'lmaydi. 40 yoshdan keyin o'qiganligi haqida narsa bor. Endi bu Mesailul Quduri degan bu kitap, men uchun mush kitap shu. Balki şimdi Hanefi fiqh sohasidagi nihoyatda klassik asarlardan biri. Hozirga qadar o'qitilayotgan kitoblar. Yana bir Endolus'ta yaşab o'tgan İbn Hazm deb bir olim bor. Hatto balki Zohiriya mazhabining qurg'uvchilarining asoschilaridan biri deb qaraladi. Endi islom tarixidagi nihoyatda katta giganit olimlardan biri. Shuning 40 yoshgacha o'qimaganligi, 40 yoshdan keyin o'qiganligi haqida xotirlar bor. Bunda desak, har qaysi sohalardan 30 yosh, 40 yosh oshgandan keyin, 50 yoshdan oshgandan keyin nihoyatda ko'p kishilarni şurtalayımız. Mesela vatanda ben bizim Atuşluq Yusufcan Namullam deb bir ustozimiz vardı. Şunun anasını 60 yaşdan keyin Kur'an yodlab hafiz bo'lganligini anlagandi. 60 yaşdan keyin hafiz bo'lgan. O'tganda men mishadima kim bireylarning shunday yodligini oldim. Ya'ni bu faqat ishtiyoq, iroda masalasi, vaqt chiqarish masalasi. Bu hergiz boshqa masala emas. Belki hatırımız yaşlılığımızdakidek yaxshi olmasligi mumkin. Vaqtimiz, o'quvchilik vaqtimizdagidek bütün gün o'rganish qilolmasligimiz mumkinki, ammo bizning o'rganish qilish o'qishga vaqtim yetmadi deganligimiz faqat buni muhim bilmaganligimizdan boshqa sabab yo'q deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan hamda siz hozir shu so'zingizni so'zlab o'tgandek hozir hamda tamamen vatandimi anglaydimi, chet eldimi ancha-muncha quloq kirdan bo'lib qoldimi shu. Yashanganlarga emas, hali yosh tug'anlarningmi boshqalarga masalan o'qiyotgan o'quvchilarga masalan biz yaxshi o'qolmabdi ekanmiz, sizlar bo'lsin yaxshi o'qing degandek ashuna gaplar ancha-muncha quloqimizga kirdimdi. Mush gapning nimasi hamda sizcha bu butunlay shu oila tarbiyasi yoki bugungi shunday bir davrda yashab o'tib turibmi? Unda bir hatto telefondan tortib buningda nurg'un narsani o'rgangan bo'ladigan bir sharoitda ma'lum sohada o'zini taraqqiy qildirmasligi, bir narsa o'rganishga tirishmasligi. Buni hamda nima deb tushunamiz ham bu shaklda yoki yuqoridagi kifoya qildi so'zlar desangiz o'tib ketsak ham bo'ldi buni. Menimcha bir qancha sababga bog'lash mumkin. Birisi bayan aslık dedim. Yani biz bilimning muhimligini, bilimning bizning hayotimizni qanday o'zgartiradiganligini menimcha unga ishonchimiz belki yeterli emas. Bunun endi yana bir ikkinchi sabab balki vatanda biz vatanda yaxshi o'qiganlar desak, oliy maktabda yaxshi o'qib, o'qish bitirib chiqqanlar asosan davlatning kadri oldu. Xo'sh. Yani o'qib oxiri erishgan palla yoki natija davlatning bir maoshini alishadi. Yani bir maoshli xizmatga erishish o'qishning muvaffaqiyatli bo'lganligining bir o'lchami. Ammo masalan bizga unday bir shart sharoit berilmaganligi yoki o'zimizni o shart sharoitni yaratishga tirishmaganligimiz uchun mesela birisimiz maktabda o'qigan fiziki ilmimiz bilan bir narsa ijod qilib, ya boylik yaratib boqmadik. Yoki o'qigan bir kasbimiz bilan boshqa bir kasbni qilib, masalan deylik, doktorlikda o'qidik. Yoki doğrugarlik kasbida o'qidik, yana bir doğru ijod qilib. Deganga o'xshash o'zimiz o'rgangan bilim bilan bizim konkret meselemizni
hal qiladigan, bizning mavjud holatimizni o'zgartiradigan faoliyatlar bilan bek ko'p shug'ullanmadik. Shunlashqa, masalan, bizning atrofimizdagi nurg'un kishilar o'qigan. Do qarab bir palani dixonning bolasi o'qib, hozir bunda korxona qurdi yoki bunday narsa yasadi, bunday narsa ijod qildi deydigan misollarni etrafimizda ait az uchratamiz. Faqat shu keyingi vaqtlarda undan keyin o'ylab o'qib, magistrlik, doktorlikni o'qiganlar asta-asta aramızdan Uygurlarning arasida ko'payishi chiqishi bilan andan keyin bu bir asli o'qisa, endi ham yuqori pallalarga yetkili bo'ldi ekan degan narsa bu xil am tushuncha tarqalishga boshladi. Uning oldida bu Xitoyning bu hatta bir hisobdan Xitoyning madaniyati desak xato emas. Uni davlat tuzilmasi ichida yaxshi o'qish orqali yetadigan palla faqat maoshli xizmat. Xo'sh. Hatta bek yaxshi o'qib ketmasangizmi, diplomangizni olsangizlar, andan keyin bir amallarni qilib, bir hukumatning temir tovuqiga erishsangiz, siz bir muvaffaqiyat qozongan bir odam. Ammo biz buni butunlay bilimimiz orqali qo'lga keltirdik deyiladi. Aksicha biz g'arb tarixidagi ilm-fan taraqqiyoti bosqichiga qarab boqadigan bo'lsak, boshqa narsa demayli, Thomas Edison Amerikaning insoniyat tarixidagi bir hisobda eng mashhur birinchi o'rinda turadigan bir ijodkor, kashfiyotchi. Shu lampani ijod qilgan narsa intayin ko'p. U o'zi ashu ijodiyatlarini patent o'tkazish orqali, u ijodiyati orqali pul topdi. Hatta korxona qurdi. Masalan, General Electric deb bir shirkat bor. Hozirmi dunyodagi eng chong elektron shirkat, ya'ni elektron maslahatlar shirkati. Shu 100 necha yil burun qurilgan shirkat. GE deb ataladi. Uning asosini shu Thomas Edison solgan. Ama unda bir jamiyatda qanday bo'lishi mumkin? Boshqalar Thomas Edison qaraydi. Ügünüp o'qib bunda qiloladi. Bunda itariydi deb ko'radi. Uningdan boshqa yomon jiq kashfiyotchilar bor, misol olsak. Mesela Nikola Tesla deyli, mesela Graham Bell, bunu sanasak bek ko'p. Yani o'qishning insonlarning hayotini o'zgartganligini ko'rgan bo'lgan bir jamiyat bilan bizga o'xshash ko'rgan olmaydigan bir jamiyatda ilmning muhimligining anqirilishi butunlay o'xshamaydi ekan. Xo'sh. Mesela men bir balamga matematikani yaxshi o'qisam, bunda ish qila olaysiz desam, o belki menden soruşu mümkün. Dada onda da bizim Uygurluğun nurgun adamlar matematikini yaxşı okuttu. Onda da ulan nemi için bunda kılanmadı deyişi mümkün. Yani benim balamdan xulası şu şekilde buluşu texmi tirişqa bu pasif düşüncesi ekstra söküyor istişi mümkün. Yani bir mühim sebebi, üçüncü sebep desek hata emas. O belki özümüzden psikistik nasıl buluşu mümkün. Şu okuştun huzur alanmazdı. Yani yeni narsa öğrenişten biz psixik jihatda bir xil rahat, huzur alamaymiz. Ama men shunga hayron qolaman, odamni xush qiladigan nurg'un ishlar bor hayotda. Shuning ichida birisi bilmagan narsani bilib olish. Xo'sh. Bir odam bilmagan bir narsani bilib olsa, bu psixik jihatda bir odamga xushallik keldi. Ajab, aslida bunday ekanda men buni bilmaydim de. Ama ben yeni bir narsani bilsem da hoş bulungan, hayacanlanan kişilerini az uçurattım. Çünkü biz bir narsani huzur alsak, bizge huzur bergen narsani qo'llashimiz. Şu bilimning bizge huzur bermasligini men bir xil tushunmayman. Nima uchun unda biz bunu huzur alamaymiz? Amaliyotda bu bilim yugunish qanday bir narsa o'xshaydi desa, biz qop-qorong'i bir uyda. Xo'sh. Yoki bizning menimiz aşu qarong'i uyga o'xshash deb qarasak, biz bir narsani bilsak, bir tal sham yoqqan bo'lamiz. Demak, bu qarong'i uy bir bujika yurdi. Yana bir narsani bilsak, yana bir sham yoqqan bo'lamiz. Yana bir narsani bilsak, yana bir sham yoqqan bo'lamiz. Shuning bilan bu uyning ichi bu shamning ko'payishiga ergishib, demak, yurib ketadi. Xo'sh. Kim bunda bir yo'ruq kallini istamaydi? Men shunga bak, hayron qildim. Bilmaslik azoplamaydi. Bilish huzurlandırmaydı bizni. Bu hakikaten
biz tüzütüşümüz gerek olan, bundan desek sakıyışımız gerek olan bir merez kesel dep oylayman. Hoş. Hakikaten bu nima shundoq bir psixikaga kelib qolishimiz mana shu yuqoridagi so'zlaringizda shu Xitoy tajovuzchilarining shu ish holidan yillarcha bostirishi ham nurg'un sohalarda yetishgan bir millatni keyinda qoldirishning usullaridan birisi o'zi o'qigan kasbga xizmatda chiqsa nurg'un oqishlar bilan Uyg'urlarningki shuncha yetishgan bir sohada o'qigan bo'lsa uni boshqa hech o'zining o'qigan kasbi bilan aloqasi yo'q bir yerga tashlab qo'yib shundoq o'rlashtirdi o'qitdi endi ko'pincha. Andiki nurg'un dehqonlarimiz shu bechora qiyinchilikda bo'lib ishlab qilayotgan ekan bolalardan Muhammad senga shu bizdek shundoq jafo kuniga qolmagan o'qigan deb o'qishdagi maqsadni siz abay yuqori so'zlagandek bir doshqozon bir temir tovoqqa erishish. Bir o'qishni inson hayotidagi bir hayot shakli, bir umr davomlashadigan bir narsa emas, balki ma'lum bir hayotdagi turmushdagi bir narsaga erishish. Qilam nishon qo'yib olishmi, hamda shu ishg'olga uchragan bizdek millatning yillarcha davom qilgan bu besim zulmlar sababli ham shunday bir shakllangan narsa bo'lishi mumkin. Andiki yana shu chet el hayotida mesela bir ota-onalarning mesela o'zi o'qimay turib, o'zi bir narsani bir o'rganishga tirishmay turib, farzandlarini yaxshi o'qi, tirishqin, ma'lumotda qilsam, bizdek o'qib qolmaysa u bu degandek bolalarga bunday nasihat qilishi, bu nasihatning qanchalik ta'siri bo'ldi sizga? Ta'sir bilan yo'q, bo'lmamdi degandek qanchalik to'g'ri buniki? Bunga qana qaraysiz? Şu cümlenin o'zi, ya'ni balam yaxshi o'qigan, agar yaxshi o'qimasang bizdek ko'p qolasa degan bu jumla bir jihatdan to'g'ri, bir jihatdan to'g'ri emas. Buni qanday jihatdan to'g'ri desa, belki bu jumla balasiga şu aile bir qiyin ahvolda qolganligi uchun deydi, bakrak bu iqtisodiy qiyinchilik hamdi. İqtisadi qiyinchilikqa qolganligi uchun balkim agar yaxshi o'qimasang bizga o'xshash shunday namratchilik qilib qolsa deyishi bu gap bolaga ta'sir qilib, hep yaxshi o'qib o'zimning turmushini o'zgartiraman deydigan bir iroda kelishi mumkin. Ammo haliqi men bu gapdan bakrak mushu xil kayfiyat oilada bir xil ilmiy kayfiyat sus so'g'an bir muhit paydo qildi deb o'ylayman. Chunki bu gap shu dadaning, onaning hamda o'zining o'qimaydiganligini bildirdi. Ya'ni bu ota-ona o'zi ulgu olmaydi. O'zi kitob o'qimaydi. O'zi ilm suhbatlariga ishtiyoqliq emas. Ya'ni u yerga unday yerlarga berishga bek harakat qilib ketmaydi. Davamlı yeni kitap çıktı mı, çıkmadı mı, qanday leksiyalar var deganlarning paranglari uyda bo'lmaydi. Yani uydagi ilmiy kayfiyat sus. Ama ota-onaning orzusi bolasini yaxshi o'qishi. Bu xuddi balam sen yaxshi uzsang bo'ldi deb, ama bola uzadigan ko'lga yetarli su quyib bermaganga o'xshaydi. O çağda bu bola nerede qanday uzadi? Hoş. Üçüncüsü bu şey yaptı. Aşı atanın ya ki aşı ananın hem de biz okumayımız, biz okuyanmadık. Bir hesaptan da okuş işi de biz tügeçtik diye bir okuşaş nahiyeti pasif bir uçur. Bu uçur en deslepte aşı edenin üzünü, onun hayatını mənasizleştirirdi. Hoş. Çünkü insanın hayatı yenilik bilen, yeni bir nersini ügünüş bilen anadaki rengdarlaşıdı. Kızıkarlıklaşıdı, anadaki mənilik yutudu. Bu xuddilik ügenmeye adam nemi o'xshaydi desek, oddiy endi oqmagan suvga o'xshaydi. Oqmagan suv asta-asta qanday oldu?
asası ses berishga boshladi. Bu hakikaten xatarli bo'ldi. Xo'sh. Hamda shu ma'lum sohada masalan xizmat qilayotgan, masalan bugun nurg'unlagan yoshlarimizni ham ko'ramiz dunyoning har qaysi joylaridagi, ham Turkiyada nihoyat ko'p masalan shu yoki ma'lum kasbda o'qib bo'lgandan keyinmi, ya'ni shu sohada uzluksiz o'zini taraqqiy qildirmasdan bir izda to'xtab qolishi nimadan derak berdi bugungi kunda? Endi bu o'rganmaslik deganlik bunday deyiladi. Bu hayot bizga tanilgan intayin ko'p masala va qiyinchiliklar bor. Biz har kuni atigan uyg'onib kechgacha en az 15-20 masala hal qilamiz endi. Bu masala nerede, nima yeyishga o'xshash oddiy masaladan boshlab nima ish qilib pul topishga qadar bir qadar qiyin masalalar qadar boradi. Ya'ni shaxsiy turmush nuqtasidan qaraganda. Mana shu masalalarning hammasi amaliyotda bizdan muayyan bir psixik safa, muayyan bir hunar yoki kasb yoki bir bilim, bir iqtidor talab qildi. Ya'ni masalalar bizni asli o'rganishga qistaydi. Xo'sh. Endi agar biz o'rganmasak, bu masala yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketmaydi. Amaliyotda masala texmi ko'payadi, texmi qiyinlashadi. Ama biz o'rganmagan sari, o'zimizni kuchaytirmagan sari, o'zimizni taraqqiy qildirmagan sari bizning atrofimizni ve o'zimizning o'sha masalalarni o'zgartirish, hal qilish iqtidorimiz tuvallatmoqda. Bu xuddi qiyinchilik egizlatmoqda, bizning bo'yimiz pakolapmoqda. Oqibatda biz bu tomdan mangu o'tolmaydi ekanmiz deydigan nihoyat qo'rqinchli bir umidsizlikka giribdor bo'lamiz. Xo'sh. Chunki umidvor bo'lish uchunmi oz-to'la bir yo'qlikning sho'risini ko'rish kerak. Hozirgi o'qishga qaytib kelsak, agar biz bu qiyinchilikdan iborat egiz tomdan keyinda quyoshning bor ekanligini bilish uchun buyimiz ozroq egiz bo'lsa, aniz qila olamiz. Ustida bir yo'qlik bor. Chiqsam ham yo'qlikni ko'ra oladiganman deb o'ylaymiz. Agar tam egizlab ketdi, ammo bizning buyimiz pakolab ketsa, hatta bu tam asosda bizga nisbatan tamla emas, balki tuz qaylanib ketishi mumkin. Ya'ni men hech qilolmaydi ekanman. Xo'sh. Men hech nima ko'rolmaydi deb o'ylashimiz mumkin. Shunlashqa bizga nisbatan har vaqt o'zimizni kuchaytirish, o'zimizni yeni iqtidor bilim bilan qurollantirish bugungi kundagi en katta ibadatlardan biri. Xo'sh, xo'sh. Buni tark etish, bayon degandek bir diniy ibodatni tark etish bilan o'xshash. Xo'sh. Bular biz hozir muvajahatda yashayapmiz. Har bir davlat yashayotganlarning shu davlatning tilini o'rganishi, shu davlatda belki eqiyotgan kasblarni o'rganishi, o'zini taraqqiy qilish uchun mablag' selishi, bularning hammasi intayin muhim bizga nisbatan. Chunki biz hozir yashayotgan, biz uchrayotgan eng qiyin masalalarning biri nima ish qilish masalasi emas, nimani qanday qilish masalasi. Xo'sh. Masalan, namalar pul tepish kerak deganni biladi. Qiyinchilik pul tepish topmaslik emas, qanday tepishda. Yo'g'onatsak hammamiz vatanni mustaqil qilish kerak deganni bilamiz. Ammo qilolmayotganimiz qanday mustaqil qilish kerak. Xo'sh. Ya'ni masala qandoqda, nimada emas. Telmishad unda olsa o'qish va o'rganishni shu Sharq Turkiston da'voyimizgami bog'lashning intayin muhimligini ko'rsatib beradi. Mesela en muhim noktaya geldik. Ben nima uchun bugun bu temani deb etib qoldim o'zimga desa. Chet eldagi shu bütün davoyimizning har qaysi soha va qatlamlarida ve mushu davoni qilayotgan hatta en yetakchi kishilardan boshlab faoliyatchilarga qadar nurg'un kishilarni endi uçkun desem yeterlik özünü güçlendirmeydiganligini,
Üzünü terakki kıldırmaydıganlıqını, okumaydıganlıqını, ügenmeydiganlıqını ko'rdi. Xo'sh. Biz bugün qanday bir davrda yaşayapmiz? Biz bugün ameliyatda her bir meselenin ilmi açıkçı, ilmi cevabı allıburun sistemlik bir şekilde oturup kuyulap bo'lgan. Ma'lum bir meselenin bir neçe ming tadqiqot natijasi olgan bir dunyoda yaşayapmiz. Eng aqallisi bir namoyishni qanday tashkillash, bir yig'inni qanday echish, yig'in xotirasi qanday tutish, maktabni qanday echish, kursni qanday boshqarish, darsni qanday o'tash, qanday muallim bo'lish, hatto bir ota-onaning qanday ota-ona bo'lish, bolalarni qanday tarbiyalash, maktabga qanday moslashish, topshiriqqa qanday yetakchilik qilish, psixik jihatdan qanday yetakchilik qilib berish degani tursak, bu samandek masala bor. Mana bu bütün bu meselelerning amaliyotda tayyor javobi bor. Ama biz hozir Uyg'urlar qanday qilyapmiz? Biz her bir mesele kelgan vaqtimizda xuddi bu meseleге insoniyat tunji qatim duch kelganga o'xshash hamma masalani noldan boshlayapmiz. Masalan deylik, biz hozir chet elda muhojiratda yashayapmiz. Hozir biz Uyg'urlarga intayin taqozo bo'layotgan bir muhim masala bor. Mushu muhojirat ma'arifimiz qanday bir endizi bo'lishi kerak. Mesela bunu öğrenişimiz gerek, bunu tadqiq qilishimiz gerek. Başka köçmen milletler qanday qilgan, uni ana tilini qanday saqlagan, o'zining diniy kimligini qanday saqlagan, andan keyin shu yashayotgan davlatning ma'arifi bilan qanday birdekligini saqlagan. Yana mushu bir qancha masalani qanday hal qilgan bo'ladi. Andan keyin bizning siyosiy da'volarimizda medianing kuchidan qanday foydalanish, tashviqotni qanday elib berish, ana mushularning hammasining tadqiqot natijalari bor. En aqallisi bir maktabning bir sinf ne deyli? Sinfning loyihalanishi, yozilishi, uning yo'nalishining sharq-g'arb yo'nalishi bo'lishi kerak yoki janub-shimol yo'nalishi bo'lishi kerak. Sinfning yizligi munchalik bo'lishi kerak. Sinfni bezaydigan narsalar rangi bunday bo'lishi kerak deganga o'xshash narsalar mavjud javobi. Ammo biz qanday qilamiz? Xuddi bir endi insoniyat endi maktab boshqandek. Hamma ishni yep-yangi qilamiz. Mana bir varaqlab bakılı, ügünüp bakılı. Bunun ilmi usulü açıkçı kayada. Ben bu şey demek ki bizde muşu zihniye buluşu lazım. Hemen nersini bilip bulanmayız. Doğru. Ama uçurgan meselenin ilmi cevabını tepiş desemez bir gün günde. Şu ügünüş ruhi bizde bu olsa, mesela ben Türkiye'de yaşasam, bir iktisadi işe kılmakçı olsam, hiç olmasa izlenime, ügünüme. Mesela kim Türkiye'de hazır halagan bir Uygur'unu çağırıp eklip, kaysi vilayetinde, kaysi kesip terakki kılgan, Türkiye hazır dünyada en çok çıkarılan export malları kaysi, o kaysi rayonda güçlük, kaysi iş kesipte aciz Türkiye. Kanda boşluk var diyenini, tadqiq qilib boqqan, u vaqtda ilmiyroq bir narsa bildigan bir Uyg'urni belki uchratmadim ben. Yana hammaylar biz bu yerda kasbiy bilim yo'q, faqat indin-mendin anglab olgan gap bilanla o'zimizni birini bilgandek o'ylaymiz. Xo'sh. Masalan, 2 yosh to'y qildi deydi. To'y qilgandan keyingi hayot ba'zi masalalar haqida nurg'un tayyor javoblar bor, nurg'un narsalar bor. Şunu okuşu lazım, ügünüşü lazım. Yani bizim, mesela ben orada yığınlara katlaştım. Şu yığınlarına karışsak, en adli bir mesele. O yığından bir ana temisi oldu. Mesela neydi? O Şarkı Türkistan davası da, yani şu sosyal medyalarning, yani ijtimoiy taratquv vositalarining roldan qanday foydalanamiz degan bir yig'inni ochdik deylik. Xo'sh. 90% bizning yig'inlarimizda biz en avval 40-50 minut boshqa gapni qilib, undan keyin yig'inning ana temasiga aran kelamiz. Qayta ashyoda eskartilgandan keyin temaga qaytib kelaylik. Yani çünkü biz hemenimiz gapga ketib berib, boshqa gap qilamiz. Bir ana temada boshdan oxiri tushuntirishdan iborat bir aqlli iqtidorni men az uchratdim.
Yani muş işlerin hemmesi kaidesi, yolu, usulları var. Biz ügensekler hemen neresi teyya, hemen neresi bazı. Hoş. Yani muşu noktadan öyle ki diye vaktimde biz hazır muhacirette çetlerde uçuravatkan iktisadi kıyınçılıklarımız, marif kıyınçılıklarımız, aile terbiyesi cihetteki müşit siyasi davayımızı elip birleştikken uygun uslup, yeni yol tepiş meseleleri, anmışlardan hemmesi bizden. Her bir Uygur'un, meyli dava sepedeki yetekçi Uygurlu olsun, meyli ailede olduruvatkan ata-analar olsun, biz barlıq meselemizge ukuş, ügünüş noktasıdan muamele kıla alasak. Her bir meselenin cevabı neme? Muşunun ilmi usulu kandak. Mesela değil, en akalli bir mesele. Bir ailedeki bir ana. O bir taraftan balasının okşuğu yetişip bulanmadı. Bir taraftan üzerinin yine başka işleri var. Her daim vaktini yaxşı yetiştiremezlik bir kıyınçılığı var. Hoş. Muşunda vakitte biraz izlep baksın. Aile ayarlarının vaktini başvuruş doğrusunda da izlep baksınlar. İnternetten en az 15-20 makale çıkıyor. Onun birazdan es katması mümkün emez. Bir yaxşı mesele, bir yaxşı nəsə çıxıb gelişi mümkün. Ne? Ben anı hata ettikenme. Yani biz her vakit telekomda köklep durduğun, yaşlanıp durduğun bir derehke okşaş bilişimiz gerek. Xuddi bir tağdaki qaragayga okşaş, her daim yıldızlarımızda qayerda su, qayerda nem var deb u yerga izletip duruşumuz lazım. Uzuqni qabul qilib, o'zimizni kuchlantirishimiz lazım. İslam bizden muşunu talep kıldı. Bir Müslümanın hayatı asli tigi tehdidini aytganda muşu. Hoş. Bir hadis mi yoki hikmet mi isimde yok. Bir Müslümanın tünü günü bugünüge okşap, bugünü tünü günüge okşap kalsa, o bir mağlubiyetçidir dedi. Doğru. Onun ma'nosi nima? Sizning bugunimiz tünü günügizga qaraganda cho'qim azroq ilgarisin. Azroq bir yuqori palligi yağmışın. Hozirgidan ahvolingiz yaxshilansin. Şu benim ahirda bugungi tashabbusim shu. Hayotimizni bir ügüniş jarayoniga o'zgartirishimiz kerak. Yani ügengeç yaşayışımız gerek, yaşagaç ügünüşümüz gerek. Meyli okuş yolunu, meyli öyde olaylı, meyli ticaretçi olaylı, meyli bir ana, meyli bir dadı olaylı, meyli bir siyasi inkılapçı, faaliyetçi olaylı, her bir işimizden ilmi prensibi nime, ilmi yolu kaysı, digenini izlenediğin bir zihniyet ki. Bunda bir kallığı iyi olsak, ben hazırki kıyınçılıklarımız netçe asan hal buldu. Ben kis hüküm kıla alayım. Şunda buluşum. Biz hazır, xuddaki kanda hatalık sadır kılıvatımız dese, biz aeroplan icat kılışı doğru gelse, biz xuddaki aşağı yüzlerce yıl burunki akurka rightlarga okşaş, aeroplanı keşif kılgan. Nölden başlap aeroplan yasamak için. Bugün şimdi onun arkadaşına acıt yok. Mevcut bilim arkalık biz nurgun musafeni kıskarta alayımız. Mesela biz ballarımızı kanda terbiyeleyimiz diye meseleye nispeten yepyeniden başlamasak mı nurgun teyyar nerselerini tapa alayımız. Evet. Şu an yine getme sozmay. Ügengeç yaşaş, yaşagaç ügünüş bizden hayat yolumuzga aylanıp ketsin. Hoş. Demek ki oğlum şu. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Programımız ama ahırlık kep kaldık hamda şu ögünüş üçün tavsiyeleriniz bolsa bir qanchani alsak şundan programı tügesek. Hazırki biz yaşayotgan bu devir belki insaniyet tarihideki ügünüş üçün en kolay bir devir buluşu mümkün. Hatta 10 yıl, 15 yıl burunku qaraganda san-sanaksız kitap var. San-sanaksız kitap var. San-sanaksız dersler var hazır. Doğrularda. Bu fakat bir vakit çıkışını, bir adet yitildirişini la talep kılıdı hazır. Şunlaşka mesela Türkiye'de eğer özlükümüzün ügünüşümüz sel kıyın olsa
Türkiye'nin mesela Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi qatarlaqını uçuq ma'rifi var. Yani ma'al degan açık öğretim deydigan bir şekli var. Yani özlüküzün ügüniş deydik biz zaten de. Hoş. Şununla tizimiltip okusun. Mesela 4 yıllık, mesela bazı bir kesiti okuyadım ben. Dersliklerini köydüm. Ben aitlik hoş oldum ben. Yine dersliklerine ait süpetlik isil tüzülgen. Eğer vaktimizi çıkarıp okutup versek, dersliklerini ügünüp, imtihanını ötsek, yılda aşağı bir tuluk kurs seviyesi gibi bulalayımız. Hoş. Tamam, onun ama vaktimiz yetmedi, sen kıyınaldık değildi. Hazır internette herkes kesiplerde 60 saat, 70 saatlik, hatta 10-15 saatlik nayet yaxşı düşündürgen dersler var. Şuranın haksızları var. Yakin nayet ezan olan haksızlıkları var. Şuranı setip alalaydı, şundan okuyla. Ama çokum tilli günüyle. Uygur tilinden başka yeni bir tilli günüyle. Yani kitap okuyla. Mevcut dersliklerden faydalayla. Aşkın kurs, üniversitelerinin sınıflara kireyli, eğer imkaniyetimiz olsa. Etrafımızda bir bilimli sözleşilen bir muhit yaratılır. Hoş, hoş. Eğer hazır biz içtimai taratkudaki nurgun zihnimizni aşu fitne pasatka, nur ehmiyetsiz geplerini tuşka, okuşka, aşunu ağzımızın şarlık çarşılık durup özara paranlaşık karatmayı. Bir yeni nersini ügünüşke, bir yeni nersini ügünüşke, bilişke karatkan bolsak, bizden günçüğümüz eçilattı. Doğru, doğru. Köpten köp rahmet. Programımızın vaktimiz tügedemdi. Nayeti akşam güzel şekilde çöndürüp paydanız köpten köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Sizlerge rahmet etim. Kadirli körürmelerimiz, şuna kılıp 18. sanımızın o birdemde ahir kep kıldık vakt. Hakikaten nayeti tez ötüdüm almışındak. Hayatımızı, ömrümüzü, fırsat bilişimiz, her bir minutumuzni ma'nilik narslar bilan to'ldirishimiz intayin muhim. Her sahadagi mayli qaysi sahada xizmat qilayotgan, yashayotgan bo'lishimizdan qat'iy nazar programning oxirida Bayhaqiy va Tabaroniyda kelgan bir hadis shuni tilga ilib programni oxirlashtiraylik. Payg'ambarimizning "Ughdu aliman", ya'ni bir rivoyatda "Kun aliman" deb keldi, yani Arapçasını okumay bo'ldi. Alim bo'lgin, aw muta'allim, yoki o'quvchi bo'lgin, o'rganuvchi bo'lgin, ya'ni yoki anglag'uvchi bo'lgin, yoki yaxshi ko'rguvchi bo'lgin. Yuqoridagilarni alimni, o'quvchini, ashuna anglag'uvchini yaxshi ko'rgin, ilmni yaxshi ko'rguvchi bo'lgin. Va la takunil khamis fatahlak. 5-chi qolmag'in. Halok bo'lsan degan bir so'zi har birimizga albatta Qur'on va hadisda yuzlagan yerlarda nurg'unlagan kuchlik, buning fazilati, buning qanchalik muhim ekanligi bir musulmon uchun soatlarcha, o'nlarcha program qilsak tugmaydigan darajada fazilati, uning dinimizda ta'kidlanganligi hech birimiz inkor qilmaydigan bir haqiqat. Ammo bu albatta bir insonniki 5-chi qilma dedi. Ya olim bo'l, ya o'quvchi bo'l, yoki anglag'uvchi bo'l, yoki yaxshi ko'rguvchi bo'l. Ama bularning hech birisi bo'lmasang halok bo'lasan degan gap chaqchaq qiladigan bir masala emas. Rabbim har birimizni bu tuyg'uda, bu tushunchada harakat qilishga nasib qilsin deymiz. Alloh umr bersa 2 haftadan keyin o'xshash soatda boshqa bir temada yuz ko'rishgacha. Ammo bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.